Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana navbatdagi san'at asarimizni ham apalkasini pulni bitkizdi. Betonga tayyor qildi, xudo xolasa. O'ta ideal holatda chiqdi. Hozir shu zinamizni sizlarga qisqacha obzor qilib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu zinamiz vintoy shaklda tushgan bo'lib, old tomoni ham, orqa tomoni ham aylanib chiqib ketgan. Zinamizni qisqacha obzor qiladigan bo'lsak, joyimizning umumiy balandligi 350 sm bo'lib, 17 ga 37 dan 20 dona stupenka tushgan. Tevada plashadka qilib berganmiz. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Hop, zinamizni aylangani uchun orqa tomonini 37 sm dan, oldi tomonini 24 sm dan qilganmiz. Armaturalarini 2 qavat qilib tashlaganmiz. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Bu zinamiz polni havoda bo'lgani uchun bu tomoniga bitta stoyka qo'yib, ichiga beton bilan to'ldirib, zinamizga siyasiga qilib qo'yamiz. Xudo xolasa, moshni bo'ladi. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Zinamizni plashadkasini ikkita burchagini aylantirib berganmiz. To'rt burchak qilmadik, aylantirib qo'ydik. Bu zinamiz figurasi bilan bir xil chiqishi uchun. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Destinsa Master profiliga aloqaga chiqaverasizlar.